Assalomu alaykum, hurmatli quruvchi, tadbirkor, biznesmen akalar. Uy quryapsizmi, ishxona quryapsizmi, sizlarga sifatli 120 dan yuqorisiga ruxsat berayotgan marka 150 markali объемda shunaqa g'ish bilan oldi sotib qilasizmi, aloqaga chiqaverasizlar. Optim zavod joyida. Andijondamiz. Fasadga yana 100 ming, 200 ming atrofida o'rtacha shunaqa narx sarflanyapti-da har bir kvadratiga. Bundan uy qurilsa kerak emas. Yo'q. O'zi turadi. O'zi turadi. Aka yillar mobaynida aka juda bir uzoq xizmat qiladi xudo xolasa. 10 yil, 15 yil. Undan ko'p, 50-60 yildan ko'proq xizmat qiladi bular aka. Jo'tlardan tortib, o'zimizda chiqqani inomarkalargacha narxlari, razmerlari, turlarini Islom aka tushuntirib beradilar. Aka, assalomu alaykum yana bir bor. Xo'p, aka bizning g'ishtlarimizni razmerlari har xil bo'ladi. Hamma ishlab chiqarish bir xil, razmeri har xil bo'ladi aka. Xo'p, 6,5 ga 6,5 razmerlarimiz bor aka. Hozirgi narxlari 2000 so'mdan chiqyapti aka. Assalomu alaykum, hurmatli quruvchi, tadbirkor, biznesmen akalar. Uy quryapsizmi, ishxona quryapsizmi, sizlarga sifatli 120 dan yuqorisiga ruxsat berayotgan marka 150 markali mana shunaqa oblyusoyinli kirpish deydi, oblyusovka deydi. Maxsus g'ishtlarimiz bor. Bu g'ishtdan uy quradigan bo'lsangiz, fasad umuman kerak emas. Shu ko'tarasiz, fasad ham, devor ham bittada bitaveradi. 120 tonna press bilan bosyapti. Umumiy bir kunda 60-70 ming dona chiqarib berishadi. Xohlagancha misol uchun katta baland qavatli uylar qurmoqchimisiz yoki katta ob'yomda shunaqa g'ish bilan oldi sotib qilasizmi, aloqaga chiqaverasizlar. Optim zavod joyida. Andijondamiz. Mana akalar har birini o'lchar ekan, har birini o'lchab qo'yadi, har bir chiqqan g'ishni. Shunaqa. Rangi bo'yicha ham aloqaga chiqaverasizlar. Andijon Sharxonmi bu yer? Sharxon aka. Sharxondagi Yeko g'ish zavodiga kelganmiz. 2018-19 da boshlangan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat aka. Xo'p. Bu akalarimizda mana shu fasadni g'ish deymizmi buni? Ha, tashqi fasad g'ishlarimiz. G'ishlarda hamma turidan bor. Xudo xolasa hammasidan bor. Ranglarini ham qop-qora. Ranglarda muammo yo'q. Qaysi rang xohlasa o'sha ranglarni chiqarib beramiz. Bu yerda o'zimiz ishlab chiqargan g'ishlar bor. Rossiyaniki, Qozog'istonki, Turkmanistonki hammasidan bor o'zimizda. Video davomida turlari hamda narxlari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Albatta. Hop, kunlik ob'yom qancha dedingiz? Kunlik ob'yom aka, bizda Ohangaronda zavodimiz bor. Bu yerda 30 mingta, u yerda 30 mingta. 60-70 mingta atrofida ob'yom qilib beramiz aka, xudo xolasa. Ob'yomdan muammo yo'q. Bu g'ishlarning yaxshi tarafi akalar, misol uchun uyni qurib bo'lganingizdan keyin fasadga yana 100 ming, 200 ming atrofida o'rtacha shunaqa narx sarflanyapti-da har bir kvadratiga. Bundan uy qurilsa kerak emas. Yo'q. O'zi turadi. O'zi turadi. Aka yillar mobaynida aka juda bir uzoq xizmat qiladi xudo xolasa. 10 yil, 15 yil. Undan ko'p, 50-60 yildan ko'proq xizmat qiladi bular aka. Hali klassik variantdagi remont bo'ladi-da, o'lmaydi, sinmaydi. Hech qachon buni eskidan bo'lsa modasi o'lmaydi aka. Xuddi shunaqa. Rangdan muammo yo'q. Bu yoq ham ishlab chiqarishlar. Video davomida ichkaridagi ham bitta ishlab chiqarish bor. U yerda ham ko'rsatamiz. Hozir endi sizlar bilan kirib, narxlarini, turlarini ko'rsatib beramiz akalar. Bitta paydashga like bosamiz, uyda nimadan qursam ekan deb yurgan akalarga sekin videoni jo'natib qo'yamiz. Maxsus fasadli g'ishlar borki, jamiki barcha turi bor mana shu joyda akalar. Hozir mana shu ajoyib-ajoyiblardan tortib, o'zimizda chiqqani inomarkalargacha narxlari, razmerlari, turlarini Islom aka tushuntirib beradilar. Aka, assalomu alaykum yana bir bor. Xo'p, aka bizning g'ishtlarimizni razmerlari har xil bo'ladi. Hamma ishlab chiqarish bir xil, razmeri har xil bo'ladi aka. Xo'p, 6,5 ga 6,5 razmerlarimiz bor aka. Hozirgi narxlari 2000 so'mdan chiqyapti aka. Buni kvadratiga 52 donadan ketadi. Xuddi shuni standart g'ishi bor aka, 6,5 ga 12 bo'ladi. Razmerlari bir xil, bu yerda chiqayotgani bu. Buniki ham 52 ta ketadi. Narx hozirgi narxlarga 2600 so'm. Buni endi dom quradigan akalarimizga katta paltarashka g'ishlarimiz bor aka. 9 li g'ish bo'ladi. Bu ham endi 12, uzunligi 25 bo'ladi. Domlar uchun asosiy maxsus qullar aka. Bular hamma g'ishlarimiz sertifikatlangan. Xudo xolasa kattalarga bexijolat javob beramiz. Bu qanchadan dedingiz? Bular 3200 so'm chiqadi donasi. Donaga 3200. Rangini qiziq yo'q. Rangini qiziq tanlab. Bular hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Bizda keyin Rossiyadan kelgan g'ishlar bor. Turlari har xil. Turkmanistonniki, Qozog'istonniki bor aka. Stari kirpishlar bo'ladi-yu. Kabanchik o'shalarga o'xshagan turganda. Bulardan kelsa narxlarni chiroq tushuntirib, kelishtirib beramiz hammasiga. Bular kelsa gaplashayotganmiz. Albatta, agnuporniy hamma g'ishlardan bor. Mana g'ishlar ham noyob g'ishlar akalar. 1,5 ming gradusga javob beradi. Pechkani ichiga uriladi asosan bular.
Ana tandirli eka pechkalar chiqdi. Shunga ham Ha, bossa unga ham bossa bo'ladi aka. tushunadi. Videoda nomer qoldiryapman. Qanaqa qilish kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa alohida chiqaverasizlar. Aka, sog' bo'lasiz, rahmat. Rahmat aka.